hamma o'ylaydida mana mashhur bo'lay deysizlar-da, sizlar standart chiqib assalomu alaykum, men ideal insonman, men hojatxonaga borsam, orqamdan axlat emas, zifirlar tushadi rang-barang, men pizdesman, gunoh qilmaganman, kapak qilmaganman, pizdesman, zo'rman. Bu zo'r bo'lsa-ki narxi. Narsani hisobini olinglar. Chetda yurgan O'zbekistonga 3 yil, 5 yil, 10 yil bormayotgan o'zbek aka-ukalarimiz yoki boshqa o'zbek yurtdoshlarimiz Toshkent shunchalik buzilib ketdimi? Toshkentlik bolalar yo O'zbekistonning bolalari qizlarga shunchalik pul berib qo'ydimi? Nima unaqa gaplashadigan bo'lib ketgan. Shu buni realni qabul qilishyapti. Sizlar sal oxirida qaytib video oxirida aytinglar. Bu prank edi, hurmatli do'stlar, ishonmanglar. Biz bu sahna ko'rinish qildik. Bu opaxonni oldiga men misol uchun telefonni olgani keldim, uni sikkani kelganim yo'q. Bu ham emas. Misol uchun Hoji aya bu deb qo'yinglar oxirida. Ataylab hamga o'xshab kiyintirib qo'yganmiz buni. Labini ham ataylab ishirib qo'ydik deb qo'ysanglar. U yoqdagi misol uchun chetda yurgan o'zbek aka-ukalarimiz, yo'q, normalniy hammasi bu bergan. Yo'q, ana aka-ukalar hammasini cho'tga ushlayapti. Hech kim sansiranyapti, просто prosmotr uchun ekan deydi. Unisi chiqadi qo'lda sochiq bilan, taroq bilan Toshkentni sotib olganman, Vorzakonman deydi jalab, ko'tida ishton